Assalomu alaykum. Bugun jigar shashlik pishiramiz. Buning uchun birinchi bo'lib ishimizni jigarimizni ustida yupqa plonkasi bo'ladi. Shu plonkasini olishdan boshlaymiz. Keyin jigarlarni to'g'rab, mana sutga yuvitib qo'yamiz. Bu jigarlarimizni yumshoq qilib yumshatib beradi. Men 800 grammlik qo'y jigaridan qildim. 14 sig'h jigar shashlik chiqdi. Mana birinchi bo'lib ustiga sepadigan spetsiyamizni tayyorlab olamiz. Bunga 1 osh qoshiq tuz, 2 osh qoshiq qizil bolgarskiyni kukuni, shirini, achchig'i emas. Shundan aralashtirib olamiz. Buni ustiga mana 1 choy qoshiq kashnich urug'ini ham maydalanganini sepib olamiz. Olovga qo'yganimizdan keyin mana ustiga qizil ziravorlarimizni sepib, birinchi bir yog'iga sepib olamiz. Keyin ikkinchi yog'iga sepib olib, har bitta tarafini jigar shashligimizni o'rtacha hisobda 6 minut, 7 minutdan pishiramiz. Umumiy 15 minutda pishib chiqadi. Agar ozgina selliroq xohlasanglar, kamroq pishirishingiz kerak bo'ladi. Shu biz endi selli xohlamaganimiz uchun shu 15 minut ketdi. Ham u yoq ham bu yoq tarafini pishirishga. Yoqimli ishtaha, sog' bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.